Hamza Umarov o'zining betakror iste'dodi, sahna va ekran madaniyati, hayotiy va tabiiy ijrosi bilan o'zbek san'atida o'chmas iz qoldirgan aktyorlardan biridir. U teatr sahnasida ham, kino olamida ham yuksak mahorat ko'rsatib, tomoshabinlar qalbidan chuqur joy olgan. Aktyor faoliyati davomida turli xarakterdagi obrazlarni mohirona gavdalantirgan. Uning ijrosidagi qahramonlar hayotiyligi, samimiyligi va ichki kechinmalari bilan ajralib turadi. Hamza Umarov sahnada oddiy inson qiyofasini katta san'at darajasiga ko'targan aktyor sifatida tanilgan. U o'zbek teatr san'ati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib, ko'plab dramatik, tarixiy va zamonaviy asarlarda yorqin rollar ijro etgan. Kino san'atida yaratgan obrazlari orqali esa millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan. Har bir roli orqali u insoniy fazilatlar, vatanparvarlik, halollik va mehr-oqibat g'oyalarini targ'ib etgan. Bugun Hamza Umarovning boy ijodiy merosi yosh avlod uchun mahorat maktabi, san'atga muhabbat va sadoqat namunasi bo'lib xizmat qilmoqda. Uning yaratgan obrazlari, sahnadagi hayoti va san'atga bo'lgan cheksiz muhabbati xalqimizning xotirasida mangu yashaydi. Xalqimizning sevimli aktyori Hamza Umarov nomi o'zbek san'ati tarixida doimo hurmat va ehtirom bilan tilga olinadi.